Assalomu alaykum, aziz avtomobil ishqibozlari va hashamatni his qilishni yoqtiradigan tomoshabinlar. Bugun sizni o'tirgan joyingizda hayajonga soladigan, yuragingizni rom-rom ettiradigan, O sinfidagi eng chiroyli va qudratli avtomobil 2025 yilgi yangi Chevrolet Cobalt bilan tanishtiramiz. Bu shunchaki mashina emas, bu toza charisma, o'ziga xos shon-shuhrat va zamonaviylik timsoli. Agar siz bir paytlar Cobalt oddiy sedan-ku deb o'ylagan bo'lsangiz, bugungi modelni ko'rganingizdan keyin o'sha fikringizni polga tashlab ketasiz. Qora, oynadek yaltirab turgan kuzovi bilan u sizga "Men oddiy emasman" deb baqirayotgandek tuyuladi. Dizaynerlar bu safar hech narsani ayab o'tirmagan. Old panjarasi kattalashgan, o'rtasida esa oltin rangli Chevrolet belgisi quyoshda chaqnab, xuddi taqinchoqdek porlaydi. Faralari esa burchakli va jiddiy ko'rinishda, go'yo mashina sizga "Yo'l meniki" deb ogohlantirayotgandek. Yon chiziqlari silliq, aerodinamik shakli esa shunchalik mukammalki, shamol ham unga qarshi chiqishga jur'at etolmaydi. Orqa tomonda esa o'zgartirilgan faralar, ikki burchakli chiqindi trubalari va past osilgan kuzov uni haqiqiy sport avtomobiliday ko'rsatadi. Ichkariga kirganingizda esa o'zingizni mini kosmik kemada his qilasiz. Har bir tugma, ekran va chiroq o'z joyida, har biri sizga qulaylik va zavq ulashish uchun ishlaydi. Rulda esa Chevrolet logotipi sizga mehr bilan qarab turadi, go'yo xush kelibsiz, egam degandek. Salon materiali yumshoq, terisi jozibali, hidi esa yangi mashina degan so'zni yangidan ta'riflaydi. Texnologiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu Cobalt ilgari hech qachon bo'lmagan darajada aqlli, sensorli ekran, ovoz bilan boshqaruv, xavfsizlik tizimlari, barchasi siz uchun xizmatda. Yangi 1.5 turbo dvigatel esa jim, ammo kuchli. Boshlanganda u shunchaki "pishh" deydi va sizni yo'lga olib chiqadi. Tezlik esa shunchalik silliqki, siz 100 km/soatga yetganingizni ham sezmay qolasiz. Yoqilgi sarfi esa mo'jiza, ko'p yuradi, kam ichadi, xuddi to'yda charchamaydigan kuyovday. Yana bir kulgili narsa shuki, agar siz Cobaltni yuvganingizdan keyin u oynadek porlasa, qo'shnilar sizni yangi boyib ketgan deb o'ylashadi. Lekin siz bilasiz, bu shunchaki Cobaltning tabiiy jozibasi. U past osilganligi sababli xuddi yo'l bilan raqs tushayotgandek yuradi. Burchaklarga kirayotganda esa sizni ishonch bilan bagriga oladi. Qishda ham, yozda ham bu mashina o'zini a'lo darajada tutadi. Konditsioneri muzdek, pechi esa issiq, hatto qishda kofe termosiz yurishingiz mumkin. Shahar ko'chalarida yurayotganda ham odamlar unga qarab qolishadi. Kimdir suratga oladi, kimdir hasad bilan jilmayadi. Cobalt esa bunga parvo qilmaydi, chunki u biladi, u e'tibor markazida. Shunday qilib, agar siz ham zamonaviylik, qulaylik va shaxsiy uslubni bitta mashinada his qilishni istasangiz, 2025 yilgi Chevrolet Cobalt siz uchun yaratilgan. U nafaqat sizni A-dan B-ga olib boradi, balki yo'lning o'zi siz uchun sarguzashtga aylanadi. Mashina degani ana shunday bo'ladi.